Biz kuni kecha prezidentimiz Nyu-York shahrida bo'lib o'tgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasining 80 yillik yubileydagi nutqi va tashriflarini mamnuniyat bilan kuzatdik. Davlatimiz rahbarining butun dunyo minbaridan turib, yangi O'zbekistonning qiyofasini, amalga oshirilayotgan tub islohotlarni, xalqimiz, ayniqsa eng muhimi yoshlar istiqbolini o'z ichiga olgan takliflarni, aniq tashabbuslarini ilgari surdi. Prezidentimiz o'z nutqlarida global xavfsizlik, ekologiya, barqaror rivojlanish, ta'lim va inson huquqlari masalalarida O'zbekistonning qat'iy pozitsiyaga ega ekanliklarini bayon etdi. Ayniqsa yoshlarimizning taqdiri, ta'limi va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash o'rnini muhimligini aytib o'tdilar. Bu biz uchun ulkan rag'bat va yangi mas'uliyatdir. Ushbu uchrashuvdan so'ng men o'zimga niyat qildim, O'zbekiston yoshlar yetakchilariga beriladigan mukofotlardan biri yangi O'zbekiston islohotchisi ko'krak nishonni davlat rahbarimiz qo'lidan shaxsan olishlarni. Ya'ni bu orzu mening ish faoliyatimda katta kuch va yuksak marralarga erishishga ilhom beradi. Shuni ta'kidlash joizki, biz yoshlar yetakchilari uchun har bir tashabbuslarimizni amaliyotda tatbiq etishda davlatimiz rahbarini yaratib berayotgan imkoniyatlari keng ko'lamli. U kishi rahbarligida yoshlar masalalari yangi bosqichga ko'tarildi. Hududlarda yoshlarning orzu-umidlarini ro'yobga chiqarishda imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Biz yoshlar yetakchilari sifatida bir jamoa bo'lib ushbu islohotlarga o'z hissamizni qo'shishga harakat qilmoqdamiz. Aziz yoshlar, prezidentimizning Nyu-York shahridagi nutqi yana bir bor shuni ko'rsatdiki, yangi O'zbekistonimizning eng katta kuchi bu siz va biz, ya'ni yosh avlodlardir. Kelajagi buyuk vatanimiz sizlarning bilimingiz, mehnatingiz va tashabbuslaringizga tayanadi. Shu bois men barcha tengdoshlarimga bilim olishga, yangiliklar yaratishga, taraqqiyotimiz yo'lida faol harakat qilishga chaqiraman. Keling yoshlar, birgalikda prezidentimiz bildirgan ishonchni oqlaylik. Jonajon O'zbekistonimizni yanada obod, kuchli va qudratli yurtga aylantiraylik. Unutmang, har birimizning mehnatimiz, intilishimiz va g'oyamiz yangi O'zbekiston tarixiga oltin harflar bilan yoziladi.